Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Taqimi yoshdan oshgan pensionerlarga 570 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov masalasi. Bu oddiy xabar emas, bu ko'plab oilalarning daromadiga, keksalarimizning dori-darmoniga, oziq-ovqatiga va kundalik xarajatlariga bevosita ta'sir qiladigan masala. Eng muhimi, ko'pchilik bunday qo'shimcha to'lov borligini bilmaydi. Bilganlar esa uni qanday olishni, kimga tegishli ekanini, qaysi holatda to'lanishini aniq tushunmaydi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato, bitta hujjat yetishmasligi yoki noto'g'ri tushuncha sababli pensioner o'ziga tegishli pulni ola olmay qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oilangizda yaqin yoshdan oshgan ota-onangiz, bu bobongiz, qarindoshingiz bo'lsa, bu ma'lumotni ularga ham yetkazing. Men bugun masalani oddiy tilda, misollar bilan qadam-qadam tushuntiraman. Avvalo, masalaning ildizini tushunib olaylik. Pensiya yoshiga yetgan insonlar davlatdan pensiya oladi. Lekin daqmisin yoshdan oshgan keksalar alohida e'tiborga muhtoj hisoblanadi. Nega? Chunki bu yoshda odamning sog'lig'i ko'proq e'tibor talab qiladi. Dori-darmon xarajatlari oshadi. Mustaqil yurib turish qiyinlashadi. Ba'zan parvarishlovchi odam kerak bo'ladi. Shuning uchun qonunchilikda daqimi yoshdan oshgan pensionerlar uchun ayrim qo'shimcha kafolatlar, ustamalar yoki qo'shimcha to'lovlar nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Oldin ko'pchilik buni juda chalkash tushunardi. Kimdir baqim yoshga to'lsa, avtomatik behis 70 ming so'm qo'shiladi deb o'ylaydi. Kimdir bu pul faqat nogironligi borlarga beriladi deydi. Yana kimdir bu faqat yolg'iz yashaydigan pensionerlarga tegishli deb hisoblaydi. Aslida esa masala bir necha omillarga bog'liq. Pensionerning yoshi, pensiya turi, amaldagi qonunchilikdagi ustama miqdori, belgilangan bazaviy ko'rsatkichlar, hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilgani va ayrim hollarda pensionerning ijtimoiy maqomi. Hozirgi o'zgarish shundan iboratki, taqdim yoshdan oshgan pensiyalarga qo'shimcha to'lovlar masalasi yanada dolzarb bo'lib qoldi. Chunki pensiyalar indeksatsiya qilinadi, bazaviy miqdorlar o'zgaradi, ayrim ustamalar qayta hisoblanadi. 570 ming so'mgacha degan ibora ham aynan shuni anglatadi. Hamma bir xil 570 ming oladi degani emas, balki ayrim toifalar, ayrim shartlar asosida qo'shimcha miqdor shu atrofga yetishi mumkin. Shu joyda men sizdan iltimos qilaman. Videoni diqqat bilan eshiting. Chunki eng ko'p xatolik aynan hamma oladi yoki hech kim olmaydi degan keskin fikrlardan kelib chiqadi. Asosiy qism 1. Kimlar bilish kerak, kimlar xavotir olish kerak, kimlar xavotir olmasligi kerak birinchi navbatda. Daqasaqim yoshdan oshgan har bir pensioner o'z pensiyasi qanday hisoblanganini tekshirtirib ko'rish kerak. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam daqaqim yoshga to'lgan, lekin oylab, ba'zan yillab qo'shimcha ustama bor yo'qligini so'ramagan. Sababi oddiy. Davlat o'zi biladi, avtomatik qiladi deb o'ylaydi. Ko'p holatda tizim avtomatik ishlashi mumkin. Lekin amalda pasport ma'lumotlari, yashash manzili, bank kartasi, pensiya turi yoki boshqa ma'lumotlarda nomuvofiqlik bo'lsa, to'lov kechikishi yoki qayta tekshiruv talab qilinishi mumkin. Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi Kambuzin bir yoshli onaxon yoshga doir pensiya oladi. U kishi har oy 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsin. 8 yoshga to'lgandan keyin unga qonunchilikka muvofiq qo'shimcha ustama hisoblanishi kerak bo'lsa, bu ustama pensiyasiga qo'shilib tushadi. Lekin onaxon nega menda o'zgarmadi deb so'ramasa, oila a'zolari ham pensiya varaqasini tekshirmasa, mablag' qo'shilganmi yoki yo'qmi bilinmay qoladi. Ba'zan pensiya oshgandek ko'rinadi, lekin bu umumiy indeksatsiya bo'lishi mumkin. Daqimning yosh ustamasi emas. Shuning uchun alohida tekshirish kerak. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi bag'amiz 3 yoshli otaxon nogironlik pensiyasi oladi. U kishining pensiya miqdori allaqachon ayrim ustamalar bilan shakllangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda taqdim yoshdan oshgani uchun qo'shimcha hisob kitob qilinayotganda avvalgi ustamalar, pensiya turi va amaldagi me'yorlar inobatga olinadi. Demak, odam qo'shimcha 70 ming so'm to'liq qo'shilishi shart deb o'ylamasligi kerak. Chunki ayrim to'lovlar bir-birining ustiga to'liq qo'shilmasligi, ayrimlar esa alohida hisoblanishi mumkin. Bu yerda eng to'g'ri yo'l pensiya jamg'armasi bo'limidan rasmiy izoh olish. Uchinchi misol. Qashqadaryodagi 8 yoshli buvijon pensiyasini pochta orqali oladi. U kishi 90 yoshga to'lganini oiladagilar biladi. Lekin tizimda tug'ilgan sana eski pasport bo'yicha noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Masalan,
pasportda sana 1924 yil olmay, tizimda esa 1925 yil deb qolgan. Bunday holatda avtomatik qo'shimcha hisoblanmasligi mumkin. Buning uchun pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilanadi. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilinadi, kerak bo'lsa ariza yoziladi. Oddiy ko'rgan ma'lumot xatosi odamni o'z pulidan vaqtincha mahrum qilib qo'yishi mumkin. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Birinchidan, tekin yoshga to'lgan yoki yaqin oylar ichida to'ladigan pensionerlar. Ikkinchidan, baldamin yoshdan oshgan, lekin pensiyasi oxirgi vaqtda sezilarli o'zgarmagan pensionerlar. Uchinchidan, pensiyani boshqa odam ishonchnoma orqali olayotgan holatlar. To'rtinchidan, hujjatlarda familiya, ism, tug'ilgan sana, pasport seriyasi yoki yashash manzili o'zgargan pensionerlar. Beshinchidan, yolg'iz yashovchi, internetdan foydalanmaydigan, davlat idoralariga borishga qiynaladigan keksalar. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar pensioner taqdim yoshga to'lgandan keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, qayta hisob-kitobni tekshirtirgan bo'lsa, pensiya varaqasida qo'shimcha ustama aks etgan bo'lsa, bank ilovasida yoki pochta kvitansiyasida miqdor ko'rinib tursa, u holda ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya tarkibini tekshirtirish foydali. Chunki pensiya faqat bitta raqam emas. Uning ichida asosiy pensiya, ustamalar, kompensatsiyalar, ayrim holatda qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Bu yerda 570 ming so'mgacha degan iborani yana bir bor aniq tushuntiraman. Bu miqdor odamning qo'lga alohida konvertda beriladigan mustaqil pul sifatida emas, ko'p holatda pensiya tarkibiga qo'shiladigan ustama yoki qo'shimcha to'lov sifatida ko'rinadi. Shuning uchun pensioner menga erizatdan ming alohida tushmadi deb o'ylashi mumkin. Aslida esa umumiy pensiya miqdori ichida aks etgan bo'lishi ehtimoli bor. Buni bilish uchun pensiya hisob-kitob bo'yicha ma'lumotnoma so'rash kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz: istisnolar va nozik jihatlar. Men aynan shu joyni diqqat bilan eshitishingizni xohlayman. Chunki odamlar ko'pincha pulni qonun yo'qligi uchun emas, balki tartibni noto'g'ri tushungani uchun ola olmay qoladi. Birinchi nozik jihat: pekin yoshga to'lish sanasi. Qo'shimcha to'lov odatda odam pekin yoshga kirgandan keyingi davr uchun hisoblanadi. Ya'ni pensionerning tug'ilgan kuni qaysi oyda bo'lsa, to'lovning qaysi oydan boshlab qo'shilishi tartibi muhim. Masalan, odam 21 mart kuni taqvim yoshga to'ldi. U holda qo'shimcha hisob-kitob mart oyidanmi yoki aprel oyidanmi boshlanishi amaldagi tartibga qarab belgilanadi. Shu sababli bir oy farq bo'lishi mumkin. Bu farqni tushunmasdan menga kam to'lashdi deb xulosa qilishga shoshilmaslik kerak. Ikkinchi nozik jihat: hamma qo'shimcha to'lov bir xil emas. Pensioner yoshga doir pensiya oladimi? Nogironlik pensiyasi oladimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladimi? Bularning har biri hisob-kitobda ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ayniqsa bir nechta asos bo'yicha ustama olish huquqi mavjud bo'lsa, qaysi biri qo'llanadi, qaysi biri qo'shiladi, qaysi biri hisobga olinmaydi. Bu rasmiy tartib asosida aniqlanadi. Shuning uchun qo'shnining pensiyasi bilan o'zingiznikini solishtirish to'g'ri emas. Uchinchi nozik jihat: pensiyani oluvchi shaxs va haqiqiy pensioner. Ba'zan pensioner yotib qolgan bo'ladi. Pensiyani farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma bilan oladi. Bunday holatda qarindoshlar pensiya miqdori o'zgargan-o'zgarmaganini pensionerga aytmasligi yoki o'zlari ham e'tibor bermasligi mumkin. Men oilalarga shuni maslahat beraman: agar uyda saqin yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, har oy pensiya tushumini yozib boring. Qancha tushdi, qaysi sanada tushdi, oldingi oyga nisbatan qancha farq bor? Bularni oddiy daftar yoki telefon eslatmasiga qayd qiling. Bu keyin aniqlik kiritishda juda yordam beradi. To'rtinchi nozik jihat: qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlarning pensiyasidan aliment, kredit sud qarori yoki boshqa asoslar bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Shunda qo'shimcha ustama hisoblangan bo'lsa ham, qo'lga tegadigan summa kutilgandan kam chiqishi mumkin. Odam menga qo'shimcha berilmadi deb o'ylaydi. Lekin aslida umumiy hisoblangan summa bor. Faqat ma'lum qismi ushlab qolingan bo'ladi. Bunday holatda bankdan tushumlar tarixini, pensiya jamg'armasidan esa hisoblangan pensiya miqdori bo'yicha ma'lumotnomani olish kerak. 5-nozik jihat: bank kartasi va pochta orqali to'lov. Bank kartasiga pensiya tushsa, odam ko'pincha faqat oxirgi tushgan summani ko'radi. Lekin karta bo'yicha komissiya, avvalgi qarz, avtomatik yechimlar, mobil ilova orqali to'lovlar ham aralashib ketishi mumkin. Pochta orqali olinsa, kvitansiyani saqlash juda muhim. Chunki kvitansiyada to'langan miqdor qayd etiladi.
Agar nizo yuzaga kelsa, aynan shu hujjatlar sizga dalil bo'ladi. 6-chi nozik jihat orqaga qayta hisoblash masalasi. Agar pensioner taqimi yoshga to'lganidan keyin unga qo'shimcha to'lov o'z vaqtida hisoblanmagan bo'lsa, ayrim holatlarda o'tgan davr uchun qayta hisob-kitob qilish masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda cheksiz muddat uchun bo'ladi deb o'ylamaslik kerak. Buning uchun sabab aniqlanadi. Hatto kim tomonidan bo'lgan hujjatlar o'z vaqtida taqdim etilganmi? Tizimda ma'lumot bo'lganmi? Pensioner murojaat qilganmi? Shu bois vaqtni cho'zmaslik kerak. Bugun bilsangiz, bugun tekshirtiring. 7-chi nozik jihat yolg'iz pensionerlar. Agar pensioner yolg'iz yashasa, unga ijtimoiy xizmatlar, parvarish, kommunal imtiyozlar yoki boshqa yordamlar bo'yicha ham alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bularni yaqin yosh ustamasi bilan aralashtirib yubormaslik kerak. Yaqin yoshdan oshganlik uchun pensiyaga qo'shimcha bir masala, ijtimoiy himoya daftarlari yoki mahalla orqali yordam boshqa masala. Har birini alohida tekshirish kerak. Mahallaga borib, taqo'shin yoshdan oshganman, menga qanday yordamlar bor deb so'rash albatta foydali. Lekin pensiya ustamasi bo'yicha asosiy mas'ul idora pensiya jamg'armasi hisoblanadi. 8-chi nozik jihat eshitdim deyishdi, Telegramda yozishdi degan gaplarga ishonmaslik. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p ma'lumotlar yuradi. Kimdir hamma 5 ming oladi deydi. Kimdir faqat ariza yozgan oladi deydi. Kimdir bu faqat bir martalik to'lov deydi. Siz ekspert sifatida mening tavsiyamni eshitib qo'ying. Har qanday pensiya masalasida yakuniy asos rasmiy hujjat va rasmiy hisob-kitobdir. Og'zaki gap bilan qaror qabul qilmang. Endi eng kerakli qism aniq qadamlar. Agar sizning oilangizda taqvimida yoshdan oshgan pensioner bo'lsa yoki o'zingiz shu yoshda bo'lsangiz, quyidagi ishlarni bajaring. Birinchi qadam, pensionerning aniq tug'ilgan sanasini tekshiring. Pasport yoki ID kartani oling. Tug'ilgan kun, oy, yilni ko'ring. Ba'zan eski hujjatlarda sana bir xil, yangi hujjatda boshqacha bo'lishi mumkin. Agar nomuvofiqlik bo'lsa, avval migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yoki tegishli idora orqali hujjatlarni to'g'rilash masalasini aniqlashtiring. Ikkinchi qadam, oxirgi 3-6 oy pensiya tushumlarini ko'rib chiqing. Agar bank kartasiga tushsa, bank ilovasidan yoki bank filialidan ko'chirma oling. Agar pochta orqali olinsa, kvitansiyalarni yig'ing. Pensiya miqdori qachon oshgan, qancha oshgan, taqvim yoshga to'lgan oydan keyin farq bo'lganmi? Bularni solishtiring. 3-qadam. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaat qilganda taqazim yoshdan oshgan pensioner sifatida pensiyam tarkibini va menga tegishli qo'shimcha to'lovlar hisoblangan, hisoblanmaganini tekshirib berishingizni so'rayman deb ayting. Agar siz farzand yoki qarindosh sifatida bo'lsangiz, pensionerning hujjatlari va zarur bo'lsa ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi, pensiya guvohnomasi mavjud bo'lsa, bank karta rekvizitlari yoki pensiya olayotgan hisob raqami, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, agar vakil borayotgan bo'lsa ishonchnoma, agar nogironlik yoki boshqa maqom bo'lsa tegishli hujjatlar. Har bir hududda amaliy tartib biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan telefon qilib so'rab olish ham foydali. 5-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizga hammasi to'g'ri deyishsa, pensiya hisob-kitob bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Unda pensiyaning tarkibi ko'rsatilishi kerak. Asosiy miqdor, ustamalar, qo'shimcha to'lovlar, ushlab qolishlar. Agar xato topilsa, yozma ariza qoldiring. Arizada pensionerning FIShi tug'ilgan sanasi, pasport ma'lumotlari, telefon raqami, murojaat mazmuni aniq yozilsin. Masalan, arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Men falonchi 1944 yil falon sanada tug'ilganman. Yoshga doir pensiya olaman. Tam yoshga to'lganim munosabati bilan menga qonunchilikda nazarda tutilgan qo'shimcha to'lovlar va ustamalar hisoblangan, hisoblanmaganini tekshirib, zarur bo'lsa qayta hisob-kitob qilishni so'rayman. Mana shunday aniq va sodda yozilgan ariza ko'p narsani joyiga qo'yadi. 6-qadam, javob muddatini kuzating. Davlat idoralari murojaatlarni belgilangan tartibda ko'rib chiqadi. Siz ariza topshirsangiz, nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling yoki elektron murojaat yuborsangiz, ro'yxatga olingan raqamni saqlang. Bu keyin murojaatingiz yo'qolib ketmasligi uchun kerak. Agar javob kechiksa, yuqori tashkilotga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali qayta murojaat qilish mumkin.
7-chi qadam mahalla va ijtimoiy xizmatlar bilan ham bog'laning. Men yana takrorlayman. Pensiya ustamasi boshqa, ijtimoiy yordam boshqa. Lekin daqqazin yoshdan oshgan odamning ehtiyoji faqat pensiya bilan cheklanmaydi. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, ijtimoiy xodim orqali yolg'iz yashovchi, parvarishga muhtoj, kam ta'minlangan keksalar uchun qanday yordamlar borligini so'rang. Ba'zan odam pensiyadagi qo'shimcha to'lovdan tashqari dori-darmon, oziq-ovqat, uyda parvarish yoki boshqa xizmatlardan ham foydalanishi mumkin. 8-qadam. Oilaviy nazoratni yo'lga qo'ying. Agar ota-onangiz yoki buvi, bobongiz qaqini yoshdan oshgan bo'lsa, ularning pensiyasini hurmat bilan, lekin mas'uliyat bilan ko'zating. Bu pulni nazorat qilish degani emas. Bu ularning huquqini himoya qilish degani. Har oy tushgan pulni yozing, hujjatlarni alohida papkada saqlang. Pensiya bo'yicha barcha xabarlarni tekshirib boring. Keksa odamlar ko'pincha mayli, shuncha ham yetadi deb o'z huquqini talab qilmaydi. Biz esa farzand, nabira yoki qarindosh sifatida ularga yordam berishimiz kerak. 9-qadam, agar rad javobi berilsa, sababini yozma oling. Sizga tegishli emas degan og'zaki gap yetarli emas. Nega tegishli emas? Qaysi norma asosida? Qaysi hujjat yetishmayapti? Pensiya turi sabab oldin boshqa ustama olayotgan sababmi? Mana shular aniq yozilishi kerak. Yozma javob bo'lsa, uni keyin mutaxassisga ko'rsatish, yuqori idoraga shikoyat qilish yoki qayta ariza berish mumkin bo'ladi. 10-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar kimdir, men sizga 7 ming qo'shimcha pul chiqarib beraman, faqat oldindan xizmat haqi bering desa, ehtiyot bo'ling. Pensiya bo'yicha rasmiy hisob-kitob davlat idoralari orqali amalga oshiriladi. Sizdan karta, paroli, SMS kod, bank ilovasi ma'lumotlari so'ralmasligi kerak. Keksa odamlarning ishonuvchanligidan foydalanadiganlar bor. Shuning uchun hech qachon begona odamga karta ma'lumotlarini bermang. Yana bir muhim masalani aytaman. Agar pensioner aqlli yoshga to'lgan bo'lsa-yu, qo'shimcha to'lov masalasi bo'yicha hech qachon murojaat qilmagan bo'lsa, endi kech bo'ldi deb o'ylamang. Tekshirish hech qachon zarar qilmaydi. Eng yomon holatda sizga hammasi to'g'ri hisoblangan deb javob berishadi. Eng yaxshi holatda esa xato topiladi va pensionerga tegishli mablag' qayta hisoblanishi mumkin. Shu sababli harakat qilish kerak. Demak, verglim yoshdan oshgan pensionerlarga 570 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov masalasi juda muhim. Lekin uni to'g'ri tushunish kerak. Bu hamma uchun bir xil, avtomatik va alohida tushadigan pul degani emas. Miqdor pensiya turi. Qonunchilikdagi ustamalar, hujjatlar holati va hisob-kitob tartibiga bog'liq bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiya tarkibini rasmiy tekshirtirish. Men sizga bugun asosiy qoidalarni, xatoliklarni va amaliy qadamlarni tushuntirdim. Endi sizdan iltimos, agar oilangizda bakamin yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, bugun hujjatlarni ko'rib chiqing, pensiya tushumlarini solishtiring va kerak bo'lsa rasmiy murojaat qiling. Bu pul keksalarimizning haqqi bo'lishi mumkin. U e'tiborsiz qolmasligi kerak. Sizning hududingizda tekun yoshdan oshgan pensionerlarga qo'shimcha to'lov qanday hisoblangan? Kimdir olganmi? Kimdir ololmayaptimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi, bu bobosi bor yaqinlaringizga albatta yuboring. Keyingi videolarda pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha yana muhim masalalarni sodda tilda tushuntirib boraman.